Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolisa kottejni garovda qilib degan bo'ladi. 9 ta kottej qaytik variantda qurilgan. Yani mijozimizga ishlarni topshirib berdik. Xudo xolisa bajarib berdik. Xudo xolisa mana topshirganda xudo xolisa devorimiz oq bo'ldi. Hozirgi fakturasi bor. Bundan qarasa tekst variant va кожа. Такой qurilgan juda yumshoq, приятный. Fasadный material, xohlasa. Rangi ham juda boshqacha. Yon atrof shikoyatkalari va maxsus binoni ozgina kirgan chiqqan joylari bor. Hadek variant bo'lgan uchun hammasi qilib beradi, xohlasa. Xizmatlar bo'lsa, aloqadamiz. Sog' bo'linglar, charchamaydi.